Assalomualaykum aziz bizani kuzatuvchilarimiz, Instagramdagi, YouTube'dagi kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa biz ayiqchalar xizmatidan boshlab oldik. Ayiqchalar xizmatlari kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, beshik to'y, raddom, sunnat to'y, raddomda chaqaloqni olib chiqish ayiqchalar xizmati bo'ladi. Kameram olib beramiz. Televizorlaringizdan, telefonlaringizdan Rossiyadan ham ko'rib o'tirishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tsak, toza yangilik qildik. Jonli efir xizmatlarini ham yo'lga qo'ydik. Jonli efir xizmatida YouTube'da bo'ladi, YouTube'da jonli efir bo'ladi. Sizlar Rossiyada o'tirib ham ko'raverasizlar, televizordan ham ko'raverasizlar. Tip-tiniq bo'ladi, asosiysi sifatli, cho'tki bo'ladi. Shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizlarga murojaat qilasizlar. Biz Asadulloh media jamoasi sizlarga ko'ngildagizdan ham ziyoda etib berishga harakat etamiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran tagida telefon nomerlarini qo'yamiz. Bizlar bilan bog'lasalar, jonli efir xizmati kerak bo'lsa, ayiqchalar xizmati kerak bo'lsa, asosiysi tabrik. Tabrik loyihamizdan bor, ota-onalaringizni tabriklatib, o'g'il qizlaringizni xursand etishlaringiz mumkin. Hammaga kattakon rahmat.